Salom, ismingiz nima? Aziza, Necha yoshdasiz? 11 yoshda. Ajoyib. Bilimziyada o'qituvchingiz kim? Dilafruz ustoz. Dilafruz ustozni nima xislatlari sizga yoqadi? Dilafruz ustoz mehribon, yaxshi ta'lim beradi, yaxshi o'qitadi. Aziza, nima uchun bilimziyada o'qishni tanlagansiz? Bilimizda yaxshi ta'lim beradi. Dugonalarim bilan kelaman. Marjona, Zarina, Mohinur. Hayotingizda nimalar o'zgardi? Ingliz tilini yaxshi bildim, bemalol gaplasha oldim. Masalan, singillarimga bemalol o'rgata olaman. Nechta singlingiz bor? 2 ta. Uyga vazifasini qilishda yordam berasizmi? Maktabda o'qishadimi? Necha sinf ular? Bittasi hali bog'chaga boradi, bittasi 1-sinf. Ajoyib. Qaysi fanni yoqtirmaysiz? Hamma fan yoqadi. Rostdan. Hech 6 baho olganmisiz? Yo'q. Umuman olmaganmisiz? Olmaganman. Necha baho o'qiysiz maktabda? 8, 9. Zo'r. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Dizayner. Dizayner nima ish qiladi? Dizayner ko'ylaklarni rasmini chizadi. Siz chizganmisiz? Faylni ham yig'ganman. Bizga ko'rsatasizmi? Ha, biron kun ko'rsataman. Juda ham zo'r. Aziza, umid qilamizki, sizni kun kelib o'zingiz orzu qilgan kasbda ko'ramiz va bilimziyo sizni kelgusi ishlaringizda omad tilaydi. Rahmat.